Rossiya Ukrainaga bosimni kuchaytirmoqda. Rossiya harbiylari 3-iyul kechasi Ukrainaning Sumy shahriga boshqariladigan aviabomba va dronlar bilan ommaviy zarba berdi. Mahalliy rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, hujum shahardagi turar joy hududlariga ham tegib, tinch aholi orasida qurbonlar va ko'plab jarohatlanganlar bor. Sumy viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oliy Grigovning ma'lum qilishicha, zarbalardan biri shaharning Kovpakovskiy tumanidagi turar joy hududiga tushgan. Oqibatda ko'p qavatli uy, do'kon va yo'l jiddiy zarar ko'rgan. Eng og'ir tomoni shundaki, hujum paytida bu hududda ko'plab odamlar, jumladan bolalar ham bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 4 kishi halok bo'lgan. Ular orasida 2 nafar bola ham bor. Yana 20 kishi turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Xabarlarga qaraganda, yaradorlarning yarmi og'ir ahvolda. Bu Rossiyaning Ukrainaga qarshi so'nggi kunlardagi eng og'ir hujumlardan biri sifatida baholanmoqda. Ayniqsa zarbaning turar joy hududiga berilgani va tinch aholining jabr ko'rgani xalqaro maydonda yana keskin savollarni keltirib chiqarmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hodisaga munosabat bildirib, Rossiyaga nisbatan xalqaro bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga real ta'sir o'tkaza oladigan davlatlar AQSh, G7, G20 mamlakatlari va Yevropadir. Zelenskiy Rossiyaning energetika resurslari, neft tashuvchi floti va moliyaviy tizimiga nisbatan bosimni kuchaytirish kerakligini aytdi. Bundan tashqari, Ukraina prezidenti mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimlarini yanada mustahkamlash zarurligini ham urg'uladi. Chunki so'nggi haftalarda Rossiya tomonidan amalga oshirilayotgan dron va raketa hujumlari ko'payib bormoqda. Ayniqsa tungi zarbalar tinch aholi uchun katta xavf tug'dirmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan avval ham Rossiya armiyasi 1-iyul kuni tunda Ukraina poytaxti Kiyevga zarba bergan. O'shanda hujum oqibatida 10 kishi halok bo'lgan, 58 kishi jarohat olgan. Endi esa navbat Sumy shahriga yetdi. Bu hujum yana urushning tinch aholiga qanchalik og'ir ta'sir ko'rsatayotganini namoyon qilmoqda. Hozircha qutqaruv ishlari davom etmoqda. Vayronalar ostida yana odamlar bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shu sabab qurbonlar soni oshishi ehtimoli ham istisno qilinmayapti. Qisqasi, Sumy shahriga uyushtirilgan bu tungi hujum Ukraina uchun navbatdagi og'ir tun bo'ldi. Rossiyaning aviabomba va dronlar bilan bergan zarbasi yana tinch aholi yashaydigan hududlarga yetib bordi. Hozir esa eng asosiy savol: xalqaro hamjamiyat bu safar qanday javob qaytaradi va Ukrainaga havo hujumidan mudofaa borasida qanday qo'shimcha yordam ko'rsatiladi?